Assalomu alaykum. Turfirma uchun yordam beradigan, turfirmani ishini oson qilib beradigan bot yasab bermoqchiman. Va воронкадан kelib chiqqan holatda уже botni tayyorlaymiz. Start xabarini yasaymiz. Start xabardan keyin biz tezda dalatlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni qadamni qisqa qilishimiz kerak. Qancha qadam qisqa bo'lsa, mijozga shuncha oson. O'ziga kerakli bo'lgan dalatni tanlashi mumkin va tanlagandan so'ng bazaviy savollar qo'yganman va ismini so'raymiz. Telefon raqamini so'raymiz. Necha marta sayohat qilganini so'raymiz. Bu filtr savol. Ya'ni u oldin sayohat qilganmi, birinchi marta sayohat qilmoqchimi? Bilib olamiz. Chunki pul sarflagan bu yerda, sayohatga pul sarflagan odam уже yana qayta pul sarflashga qo'rqmaydi. Chunki u birinchi qadam qo'yib bo'lgan. Va qachon sayohat qilmoqchi? Unga biz taklif tayyorlashimiz uchun bu muhim. Va necha kishi sayohatga chiqmoqchi? Oilaviy chiqmoqchimi? Bir o'zi chiqmoqchimi? Do'stlari bilan chiqmoqchimi? Kollektivmi? Va mana shu qilmoqchi bo'lgan sayohatiga qancha pul ajratgan. Masalan, sayohatga chiqmagan odam bo'lsa, sayohat qilmoqchi zaifga qoldirgan. U $300 qo'yadigan bo'lishi mumkin, Bali orollarga qo'ygan bo'lishi mumkin. U bilmaydi-ku. Tushunmaydi chiqmagan. Xo'p, shu uchun budjet ham muhim. Ya'ni qancha pul bu ajratib qo'ygan. Va shunga qarab siz mehmonxona yoki taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Mini landing qilamiz. Mini landingda to'g'ridan-to'g'ri mana shu dalatlar ro'yxatda turadi. Va ular o'ziga to'g'ri kelgan dalatni shuni tanlaydi-yu va ma'lumotlarni kiritishni boshlaydi botning ichida. Va biz ularni masalan bazaga to'plash boshlaymiz. Va har bitta target uchun, ya'ni har bitta kreativ uchun alohida mini landing qilib chiqishimiz mumkin. Va uni to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni olib, bazaga kiritib telefon qilishimiz mumkin. Ya'ni mini landingdan taklifni o'qiydi, ko'radi. Mini landing ham yasaymiz, chunki bot place'da mini landing ham yasash mumkin. Mini landingdan keyin to'g'ridan-to'g'ri u dalat tanlamaydi-yu, reklamani deylik, u Dubay haqida reklamani ko'rdi va mini landingni bilan tanishib chiqdi. Va u to'g'ridan-to'g'ri Dubay knopkasini bosgandan keyin, ya'ni landingda botga o'tib ismini kiritadi. Xuddi shunday tarzda bo'ladi. Ushbu botni hozir noldan yasaymiz. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib bot place'ga kiramiz. Agar bot place'ga kirmagan bo'lsangiz, birinchi ro'yxatdan o'tib olinglar. Ro'yxatdan o'tmasangiz, efirning oxirida shablon yuklab qo'yaman va siz bu shablonni olib o'zingizga ishlatishingiz mumkin va mijozlaringiz uchun ishlatishingiz mumkin. Birinchi kirgan paytlaringizda ushbu havolasidan kutib oladi. Kutib olgandan so'ng loyiha ochilgan, mana bot place loyihasi YouTube uchun alohida kiramizda. Chatbot bo'limiga kirdik mana. Mana bu mini landing bo'limi. Bu yerda mini landingni tayyorlaymiz. Bizga birinchi chatbot kerak. Chatbotni tayyorlash uchun sozdать tugmasini bosamiz. Yangi bot ochamiz. Hozir sizlarni ko'p chalg'itmaslik uchun kamerani o'chirib qo'yaman. To'liq botda ishlaymiz. Botni nomlaymiz. Bu nomni faqat o'zimiz ko'ramiz, buni mijozlarimiz ko'rmaydi. Turfirma. Sozdательni bosamiz. Mana. Xo'p, Telegramni ula dedi. Telegramni ulaymiz. API tokenini olishni va ulashni bo'yicha alohida video bor. Yuqorida chiqadi. Ushbu linkni bosib videoni ko'rib, bu yerga botni ulab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana botimiz уже ulandi. Ikkisini bosamiz. Bizda bazaviy shablon chiqdi. Buni o'chiramiz, chunki kerak emas bu. Meroga kiramiz. Bizga start xabar kerak bo'ladi. Mana start xabar. Start xabarni ochish uchun plyusni ustiga bosamiz mana. Bossak, цепочка сообщений. Bu audio цепочкаlar xabar. Rasm qo'yamiz, ya'ni kutib olish xabar bo'lgandan keyin rasm qo'yishimiz kerak. Biz hozir internetdan rasm yuklab olamiz va выбрать fotoni bosyapman. Рабочий stolga kirsak, mana images turgan ekan. Mana rasm yuklandi. Ikki xil ko'rinishda tekst yozsa bo'ladi. Rasmga ulangan holatda tekst yozgan ma'qulroq yoki alohida tekst qilib yozsa ham bo'ladi. Alohida bo'lsa ikkita xabar bo'ladi, ya'ni xabar ikkita ko'rinadi. Rasm ostida описание yozsak, xabar bitta bo'lib boradi. Bu ularni chalg'itmasligi uchun kerak. Har doim rasm ostida yoki video ostida xabar yozinglar. Barmoqchani qo'yamiz. Chiroyliroq qilish uchun emojillar qo'yib chiqish kerak baribir. Jonli ko'rinadi. Jini qilib qo'ysak bo'ladi. Tak bo'ldi. Endi knopka qo'yib chiqamiz, chunki knopka bor dedik. Hatto mana bu yerda dalatlar spiskasi bor. Buni qo'yib chiqamiz. Xo'p, knopkani qo'yish uchun birinchi navbatda mana добавить ответы degan joy bor. Shuni ustiga bosamiz. Katta-katta harflar yozilgan har doim knopkalarni ko'rinadi, yaxshi ko'rinishi uchun. Misr, Turkiya, Dubay,
Misr, Turkiya, Dubay, Malayziya, Gruziya, Bali. Malayziya. Так. Gruziya. Добавить еще qilamiz. Bali. Так. Gruziyani yuqori ko'tarib qo'yamiz, chunki bular bir-biriga yaqin. Dubayga ham yaqinroq. Tak, endi qaranglar, bular hozir oddiy tugmada chiqadi. Mana, hozir botni tekshirib ko'ramiz. Kirdik, nachatni bosamiz. Mana, rasm chiqdi va xabar ostida turibdi. Bu yerda knopkalarimiz oddiy tarzda chiqdi, ya'ni inline tarzda chiqmadi, modline deyiladi. Bizda bunaqa modline bo'lishi kerak emas, chunki bu dejurniy knopkalar, ya'ni navbatchi knopkalar, bular doim turadi va o'zidan keyingi knopka kelsagina yo'qoladi. Shuning uchun bizga bu tugmalar hozir kerak emas. Biz buni inline qilishimiz kerak, ya'ni post ostida chiqishi kerak. Endi buning uchun nima qilamiz? Настройка klaviaturasining ustiga bosamiz. Mana bu yerda mana inline mod bo'ladi. Plusni bosamiz. Bizga nechta knopka kerak? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Xohlasak bir qator qo'yishimiz mumkin. Xohlasak 2 qator, 3 qator, farqi yo'q. Bu sizlarning didlaringizga bog'liq. Turkiya qisqaroq ismli davlatlarni bitta qatorda qo'ysak bo'ladi. Deylik 2 qatordan qilib qo'yaylik. O'rtaga bitta qo'yamiz. Mana, o'tish tugmani o'chiramiz. X ni bossak o'chadi. Qolib ketmaslik kerak. Mana. Plusni bossak yana joy ochiladi va xohlaganda joylashtirib chiqishimiz mumkin. Bo'lsak 3 ta qator qilishimiz mumkin. Agar so'zlar qisqa bo'ladigan bo'lsa, 3 ta qator qilsa ham bo'ladi, 4 ta qator qilsa ham bo'ladi. Bu sizlarning xohishlaringizga bog'liq. Shu tarzda qilamiz. Saqlanishni bosamiz va botga kirib tekshiramiz. Mana startni bossak yangilanadi. Mana yangilandi. Bular o'chmadi, chunki bular navbatchi tugmalar edi. Bularni o'chirish uchun chiska beramiz, ya'ni istoriyani o'chiramiz. Istoriyani o'chirgandan keyin nachatni bossak, mana knopkalarimiz chiqdi, pastda knopkalar yo'q. Dubayga цепочка сообщений bosamiz. U bergan javobni saqlab qolishimiz uchun mana bu yerda, ya'ni записать ответ пользователя переменной degan narsa bor, ya'ni u bosgan tugmani biz bilishimiz uchun unga davlat deb yozib qo'yamiz. Ya'ni u tanlagan davlatni biz bilishimiz uchun. Повторный вопрос yonib turadi, chunki qayta-qayta so'rashimiz uchun turish kerak bu. Endi bu yerda belgiladik, davlat deb yozdik, ikkita nuqtani o'chiramiz, buni qabul qilmaydi. Endi undan biz ismini so'rashimiz kerak. Oddiyroq qilib kiritaman. Mana ismni kiritdik va doimiy topish oson bo'lishi uchun ism deb yozib qo'yamiz. Mana blok nomlandi ism deb. Keyin любая другая frazaga ulaymiz, chunki u bizga javob bergandan keyin keyingi xabarga o'tkazamiz. Boshqa mexanik, bizda keyingi savol telefon raqami. Telefon raqamini olishning ikki xil usuli bor. Birinchi usuli zaпрос nomer telefoni alohida blok bor. Mana bu yerda отправить nomer tugmasini bosadi. Отправить nomer tugmasini bossa, u haqiqiy Telegramda ishlatayotgan nomerni yuborgan bo'ladi. Bu yerda knopkani nomlashimiz mumkin. Mana knopkani biz bu yerda yozdik. Agar bizda uni nomeri ilgari olingan bo'lsa, uni qayta olmagin degan buyruqni yoqib qo'yganmiz. Agar qayta va qayta olish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni o'chirib qo'yasizlar va har doim qayta nomerni so'raydi. Buni hozir ko'ramiz, qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Dubayga uladik liniyani, Dubayni bosamiz. Mana ismingiz deydi. Nomerni yuborish, mana ko'ryapsizlarmi? Mana raqamni yuborish tugmasini bosing mana. Bosamiz. Mana raqamim ketadi hozir bu yerdan. Endi bu yerga 3-savol. Tekst yozamiz. Mana necha marta sayohat qilgansiz? Undan agar sonlarda javob berishni xohlasak, sifrini tanlab qo'yamiz. Sonlarda yozing. Bo'ldi. Mana bu yerda uni javobini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Keyin xabarga o'tamiz. Ko'ryapsizlar, juda ham oddiy. Xo'p, qachon chiqmoqchi bilishimiz kerak. Sayohatni qachonga reja qilgansiz? Tak, javob beradi bizga u. Javobini yozib olamiz. Sanasi reja qilingan sana. Masalan, bu yerda misol uchun deb yozsangiz bo'ladi. Sizlar o'zi xohlagan vaqtni yozish mumkin. Misol uchun
06/2025 26. Tak. Sayohatga necha kishi bo'lib chiqmoqchisiz? Masalan, bu yerga sizlar variantlar qo'yishingiz mumkin. Qanday chiqmoqchisiz? Masalan, oilaviy chiqishi mumkin. Knopka qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Oilaviy, komanda, ishxona, masalan, o'zim, yolg'izman, masalan, bir o'zim, farqi yo'q, knopka qo'ysangiz bo'ladi. Biz bu yerga o'zi javob berishini qo'yib qo'ydik. Xo'p, sayohatga qancha? Mana bizning filtr savollarimiz tugadi. Bu yerga o'zlaringiz xohlagan filtr savollarni qo'yishlaringiz mumkin. Chegara yo'q, xohlagancha qo'yish mumkin. Xo'p, endi zaявка bizga kelib tushishi kerak. Zaявkani tushirishni bir necha yo'llari bor. Xo'p, hozir asosiy 3 ta yo'lini tushuntiraman. Nastroykaga kiramiz. Birinchi yo'li bu Telegram orqali qabul qilish. Ya'ni Telegramning o'ziga alohida bot ochilgan. Mana hozir men botni открыть qilsam, mana bo'ldi. Ularda tur firma уже versifitsирован dedi. Уже bundan men zaявка olishim mumkin. Ushbu linkni olib, siz xohlagancha insonlarga yuborsangiz, ularning hammasi shu botga kirib startni bossa, hamma bu yerdagi zaявkalarni ko'radi. Bu birinchi yo'l. Mana hozir obnovить beraman bu yerni, mana akkauntim chiqadi. Mana akkaunt o'sha chiqdi. Ikkinchi yo'li integratsiya qilish mumkin. Ammo-CRMga ulashimiz mumkin yoki Bitrixga. Bu o'sha alohida mavzu, lekin bu imkoniyatlari bor. Uchinchi yo'li Google tablitsaga ulashimiz mumkin. Bu ham o'sha alohida mavzu. Bu ham bizning YouTube kanalimizda hozirda bor. Bemalol ko'rib ulashingiz mumkin. Zaявkani Telegramda o'zida qabul qilib olamiz. Bu uchun продолжить tugmasini bosamiz va zaявка bo'limini bosamiz. Zaявка. Endi zaявkani biz xohlasak, внутренний CRMga yuborishimiz mumkin. Kimdadir CRM bo'lmaydigan bo'lsa, botni o'zini CRM sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Mana Telegramni bosdim, ya'ni zaявkani Telegram orqali qabul qilaman dedim va email orqali qabul qilishim mumkin. Kimlarni qabul qilishimni o'zim tanlayman. Ya'ni hozir aytdim-ku sizlarga, mana bu linklarni necha kishiga yuborsak ishlaydi. Bu tugamaydi. Lekin bizlar qaysi zaявkalarni kimlarga taqsimlashni belgilashimiz mumkin. Deylik, mana Dubaydan kelgan zaявkalarning hammasini kimga beramiz? Toshpo'latga beramiz deylik. Masalan, bu Toshpo'lat akkaunti bo'lsa, Toshpo'latga beramiz. Misrdan kelgan zaявkalarni esa Eshmatga berishimiz mumkin. Gruziyadan kelgan zaявkani Toshmatga berishimiz mumkin. Ichki CRM bor dedim, mana bu yerda mana CRM degan bo'lim bor. CRMda o'zingiz xohlagancha varonkalarni ochib qo'yishingiz mumkin. Mana nomlab chiqishingiz ham mumkin va nomlab chiqqandan keyin deylik ana test 1 yoki masalan Dubay deb qo'ysak bo'ladi, Misr deb qo'ysak bo'ladi. Mana buni bosamiz va mana bo'limlar ochildi. Va ssenariyga kirib biz buni deylik, hozir biz mana Dubai sepochkasini ishlayapmiz. Dubai sepochkasidagi insonni biz o'zimizning CRMga tushirishimiz uchun blok tanlaymiz. Mana hozir blokni ko'rsataman sizlarga. Har xil bloklar bor. Tak, bizning blogimiz простые blogda bo'ladi. Mana etap сделки degan joy bor. Buni bosamiz. Bu faqatgina bot place-ni CRMda ishlaydi. Mana продолжitni bosamiz. Va etapni tanlaymiz. Dubai, Misr. Shu etaplarga kelib tushadi zaявkalarimiz hozir. Bitta liniya tayyor bo'ldi. Ya'ni Dubaydan kelgan liniya tayyor bo'ldi. Biz ushbu liniyani doim filtrlay olishimiz uchun, ya'ni marketing nuqtai nazaridan Dubayga qiziqish bildirgan insonlarni bilishimiz uchun va ularga alohida rasilkalar qilish uchun yoki telefon qilib yuklab olishimiz uchun mana bu birinchi bo'limga, ya'ni Dubay tugmasini bosgandan keyin unga tag qo'shib qo'yishingiz mumkin. Mana tag. Ya'ni belgilaymiz. Добавить tag qilamiz, tagni yangi ochamiz, Dubay deb ochamiz. Dubay zaявка masalan. Enter bosamiz. Enter bosgandan keyin mana qo'shildi. Va har bitta yozib qo'yishimiz kerak. Dubayda yozib qo'yishimiz kerak, yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Mana zaявкani ham belgilab qo'ydik. Bu tag. Ya'ni biz uni filtrlay olamiz keyinchalik. Va har bittasi uchun alohida tag qilib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni kim qaysiga qiziqgan va qaysi tugmani bosgan biz filtrlay olishimiz uchun va u uchun alohida taklif yuborish uchun. Deylik, Dubayga borib kelgan odamga yana qaytadan Dubayga chegirma bo'ldi deb reklama yubormaysizlar. Unga уже Misrga degan reklama yuborishingiz mumkin. Mana shu nuqtai nazardan kerak bo'ladi. Misrga ham xuddi shunaqa sepochka qilib chiqishimiz kerak baribir. Va buning uchun nima qilamiz? Pastda главный ssenariy degan joy bor. Va главный ssenariy joyiga новый ssenariy ochamiz. Mana Misr deb ochamiz.
Misr deb ochdik. Mana yangi ssenariy ochildi bizga. Papka qilib qo'yishimiz mumkin. Papkaga davlatlar deb qo'yamiz, ya'ni davlatlarga ro'yxatga olish, ya'ni zaявkalarda papkasi. Mana ochdik papkani. Va bu Misr degan ssenariyimizni shu papkaga kiritib qo'yamiz. Papka ochdik. Papkaga Misr davlatini qo'shib qo'ydik. Endi qanday qilamiz buni? Mana asosiy ssenariyga o'tamiz. Asosiy ssenariyda bizda bloklar bor. Ushbu bloklarni mana bu yerga bossak, mana yaqinroq qilaman. Mana belgilasak bo'ladi. Va har bittasini belgilab chiqamiz. Hozir bu yerda bizda bloklar soni ko'pligi uchun böyle виделицияni bosamiz va start bilan asosiy tugmani o'chiramiz. Mana bularni o'chirdim, chunki bularni kopiya qilish bizga kerak emas. Skopировать tugmasini bosaman. Mana hammasini skopировать qilib oldim. Va global ssenariyga bosib, Misr ssenariyga kirdim. Mana bu blokni o'chiraman, kerak emas bizga. Va stavitni bosaman. Mana hammasi уже bizga tayyor tushdi. Endi tagni o'chirishni yo'ldan chiqarmaymiz, chunki bu Dubay emas, уже bizda Misr. Mana Misr deb yozib qo'yamiz. Mana Misr tagini ulab qo'yamiz va zaявkalarni biz bog'lab qo'yishimiz mumkin va o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu уже Dubay zilkasi emas, Misrga kelib tushishi kerak bizga, mana saqlanib bo'ldi. Tushundingizmi? Etap zilkani ham ochib qo'ydim. Oldin Dubayga tushardi, chunki Dubay belgilangan, endi Misr qilib qo'ydik. Bizda Misr bor. Endi Misrni biz to'g'ri ishlatishimiz uchun mana bu yerda plusni bosamizda ssenariy deymiz. Ushbu ssenariy bizni qayerga olib borishini tanlaymiz. Mana papka ustiga bossak Misr chiqadi. Saqlanib bo'ldi. Mana Misrning ustiga bossak bizni to'g'ridan-to'g'ri ushbu ssenariyga olib o'tadi. Ya'ni biz bu yerdan uzun separatsiya qilishimiz shart emas. Agar buni ham biz uzun separatsiya qilmaymiz desak, mana bu Misrni olamizda sozdать kopiyani bosamiz. Mana ikkinchi kopiya bo'ldi va buni ismini Dubay deb yozamiz. Ya'ni Dubay davlati bo'ldi bu. Xo'p, mana bu ssenariyni men plusni bosib ko'paytirib o'tirmayman-da, sразу duplikat qilaman mana va ichiga kirib Misrni Dubay qilib belgilab qo'yaman. Tushundingizmi? Va Dubayni ulab qo'ydim. Xuddi shu ssenariy asosida hamma davlatlarni mana bu papka ichida qilib chiqsa bo'ladi. Va taglarni qo'yish yo'ldan chiqmasin. Tekshirish uchun upravlять messenjer qilamiz. Telegram ustiga bossak, mana bu yerda alohida o'zini o'lchaydigan linki bor. Mana shu link ustiga bossak ham bo'ladi. Mana link ustiga bosdik, startni bosdik. Mana chiqdi. Dubayni bosamiz. Ismimizni kiritamiz. Tak, shular. Kiritdik. Ism kiritgandan keyin telefon raqamini so'rash kerak. Biz telefon raqamini kiritamiz. Plus bilan. Tak. Necha marta sayohat qilgansiz? 4 marta. Xo'p, qaysi kun sayohat qilmoqchisiz? Kiritish kerak, mana buni kiritamiz. Necha kishi ketmoqchilar? 2 kishi. Qancha pul reja qilgansiz? 1,5 ming. Rahmat, ma'lumotlarni qabul qildim. Endi bizga zaявka kelib tushdi. Mana bu yerda mana Dubayga zaявка degan so'zimiz mana bu yerda yozgan edik. Mana. Tak, bu yerda turibdi. Xo'p, zaявка. Dubayga zaявка degan tekstimiz Telegramda mana bu yerga chiqib turibdi. Уже bilamiz Dubayga zaявка ekanligini. CRMga Dubayga bitta zaявка kelib tushgan va Misrga ham ikkinchi zaявка kelib tushgan. Mana bu kodlar tag va tushgan vaqti. Ichiga kirsak, barcha ma'lumotlar turibdi mana. Qaysi botdan kelganligi va qaysi etapda turganligi mana. Etap сделки Misrga turibdi. Biz endi mini learning qilishimiz kerak. Mana bu tugmalarni ishlaydigan qilish uchun. Oddiyroq, chiroyliroq mini learning qilaman. Mana mini learning bölümüne kirib, sozdатni bosaman va enjoy tour deb yozamiz. Xohlasak, shu nomni hostda mana bu yerda ko'rsatishimiz ham mumkin. Mana enjoy tour deb nomlasak bo'ladi. Buni yo'qotish yo'li ham bor. Mana bu yerda bizning brendimiz qilib qo'yilgan, buni yo'qotsa ham bo'ladi. Bu uchun siz o'zingizni hostingiz ulashingiz kerak bo'ladi. Shunda bu yo'qoladi. Sozdатni bosdik. Mana mini landing page ko'rinishi bu telefon ramkasi. Mana bu yerda biz plusni bosib, xohlagan tekstimizni qo'yishimiz mumkin. Deylik, birinchi rasm qo'yamiz. O'zimizning bazaviy rasmni qo'yamiz. Rasm qo'ygandan keyin mana radiuslarni hozir bu yerda ko'rinmayapti, mana qisqardi. Dumaloq ichiga olsa ham bo'ladi. Hop, rangni to'g'rilab qo'yaylik, shu to'g'ri.
Mana oq rang turibdi hozir. Mana qora qilib qo'ydim mana. Qo'rqoq foni rangini o'zgartirsa bo'ladi. Nomlasa, ya'ni bu yerning asosiy bo'lim ekanligini belgilasa bo'ladi va URL ni to'g'rilab yozib qo'ysa bo'ladi. Bir nechta qavatlik sayt qilish ham mumkin. SEO so'zlarni kiritishingiz mumkin. Ya'ni eng poisk berilgan, ya'ni Google Ads'da, Yandex'da qanaqa ключевой so'zlar ko'p qidirilishini tekshirib ko'rib, ushbu so'zlarni bu yerga kiritib qo'ysangizlar, sizlarning saytlaringizni birinchi bo'lib olib chiqadi. Rasm qo'ygandan keyin biz masalan tekstli blok qo'yishimiz mumkin. Yoqtirgan, bormoqchi dedik. Bormoqchi bo'lgan davlatingizni tanlang. Buni har xil shriftlarga o'zgartirsa bo'ladi. Jin qilsa bo'ladi. Va biz bu yerga knopka qo'yib chiqamiz. Sal qisqaroq qilamiz ishimizni. Mana knopkani nomlasak bo'ladi. Knopkani nomlash uchun qo'shdik knopkani va mana bu yerda knopkani ustiga bossak, bizda knopkalarni nastroykalari kelib chiqadi. Bu yerga biz Dubai deb yozamiz va link qo'yamiz. Ya'ni qanaqa link qo'yamiz? Bu yerga linklarni olib qo'yishimiz kerak. Bu uchun chatbotga kiramiz. Chatbotga kirgandan keyin tur firmani tanlaymiz. Va bizga Misrni linki kerak bo'ladi. Bu uchun biz mana bu yerda mana ссылка на chatbota degan bo'limga kiramiz. Qarang, добавить ссылку qilamiz va linkni tanlash uchun biz o'zimizga kerakli bo'lgan ssenariyni tanlaymiz. Papka ichida Misr turibdi. Mana Misr. Xo'p, buni deylik Instagramga qo'yayotganligimiz uchun примечениyani Instagramga deb yozib qo'yamiz. Bilishimiz uchun. Mana qayerga? Instagramga qo'yilishi uchun deylik bannerga qo'ysangizlar, banner nomerini qo'yib qo'yishingiz mumkin, farqi yo'q. Mana link tayyor bo'ldi. Bu yerda siz QR kodini ham olishingiz mumkin va statistikani ham ko'rib borasiz. Добавить ссылка qilamiz. Ssenariy kirib Dubayni, rahmasan Dubayni qilgan. Tak bizga Dubayga kerak. Dubayni link qilamiz. Instagram yozib qo'yamiz, chunki bularning hammasi Instagramga qo'yilyapti. Sahifani qilamiz. Mishkandan so'z ustiga olib kelsak, yuqorida to'liq nomi chiqadi va to'liq nomni copy qilib olamiz. Copy qilib olgandan so'ng Dubai degan qismga kirib knopka настройкasiga kiramiz va linkni shu yerga вставить qilamiz. Mana shu qilib qo'ydim. Keyin esa xuddi shunday Misrni olib, copy qilib, tak shoshilmasdan copy qilamiz va Misr knopkasiga kirib shu yerga вставить qilamiz. Xo'p, mana tayyor, сохранение bo'ldi. Endi esa orqaga qaytamizda publikovать tugmasini bosamiz. Bo'ldi, ana hamma knopkalar tayyor bo'ldi. Endi buni ko'rishimiz uchun mana bu link ustiga bosamiz. Mana rasm va knopkalar chiqib keldi. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, bizni botga olib o'tadi. Endi esa ssenariy qismiga o'tamiz. Botlar ishlayapti, tekshirib chiqdik, zaявkalar kelib tushyapti. Xo'p, ssenariy bo'yicha biz mana barcha vazifani tugatdik. Shablonni sizlarga beraman albatta. Ushbu video ostida bo'ladi. Mana kirib bemalol bu shablonni hozir ham olib, uje o'zlaringizga o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi. Menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kirib vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Albatta podpiska qilib qo'yinglar kanalga. Undan keyin faqatgina foydali bo'lgan videolarni yana yuklab borishga harakat qilamiz. O'zbek tili kontentlari bu sohada juda ham kam. Shuning uchun ushbu kanalimizni yo'qotib qo'ymanglar. Telegram kanal, guruhlarimizga podpiska qilib olinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad, kissaga esa daromad tilab qolaman.